Shayton alayhillani hadis va oyatlarda kelishicha Ramazon oyida zanjirband qilinadi. Shayton zanjirband bo'lganda taxminan quyidagilarni vasiyat qilishi mumkin. Ushbu vasiyat nafaqat Ramazon oyida, balki istalgan kunimizda ham o'z kuchini saqlab qoladi. Bir tinglab ko'ring, shaytonning zanjirband bo'lishdan avvalgi vasiyatiga munosabatingizni bildiring. Men uchun amr qilingan va menga zanjirband bo'lishim haqidagi xabar yetib kelib, u ijro etilishidan biroz avval sizlarga ushbu vasiyatni yo'llamoqdaman. Men sizlar bilan yil davomida birga qolganimga qaramay, oldimizdagi 30 kun mobaynida sizlardan uzoqda bo'laman. Meni qayg'uga solgan narsa shu kunlar mobaynida mening o'rnimga o'rinbosar ko'rmasligim va qilgan malomatlarimning o'rni bo'sh qolishidir. O'tgan Ramazon oyida nimalar bo'lgani sizlarga ma'lum. Sizlar bilan birga sarf etganim, kuchlarim va quloqlaringizga quygan fikrlarimga qaramay, yer yuzidagi millionlab odamlar masjidlarga yo'l oldilar. Men u kunlar mahbus bo'lib, g'azab olovida qovurilar ekanman. Millionlab xotin-qizlar ro'molga o'randilar. Xususan bu o'ranish to'g'ri yo'lni topa olmagan barcha qizlarda qadr kechasida yaqqol ko'rindi. Men katta gunohlarining barchasini qildirganim, yigitlar esa Allohning g'azab olovini so'ndirib, qarshisida tavba darvozalarini ochadigan ko'z yoshlarini to'kdilar. Hoy inson shaytonlari, kamina pahlavoningizning yo'qligini bildirmang. Oldingizda katta vazifalar bor. Bu vazifalarni sizlarga qanday buyurilgan bo'lsa shunday bajaring. Men Ramazon chodirlarida odamlarning tongga qadar bedor qolishlari, nafis iftor vaqtiga qadar uxlashlari, iftorda esa osilib turgan qorinlarni bo'g'izlariga qadar to'ldirishlaridan boshqa narsani bilmasliklari, sizlardan esa oynai jahon dasturlarini tayyorlashingizni xohlayman. Hoy inson shaytonlari, sizlar xonandalar, raqqosalar va go'zal qizlar bilan muloqotlar uyushtiring va ularni Ramazonning ruhiyati hamda uning teatr va hayosiz raqs sahnalaridagi ahamiyatlari haqida gapirtiring. Biz katta-yu kichik barchaning kundalik seriallar, haftalik filmlar va yarim oyda bir qo'yiladigan fitnaviy teatrlar haqida gapirishlarini xohlaymiz. Biz Ramazon oyida turli musobaqalar, qo'shiqlar va fazoiy yo'ldosh kanallarini xohlaymiz. Biz bu yo'lda biror soniya bo'lsa-da dam olishingizni xohlamaymiz. Zotan vaqtimiz juda qimmatli va maqsadlarimiz pastkashlik ekanini juda yaxshi bilasizlar. Hoy inson shaytonlari, sizlar odamlarning jannatga kirib, biz jannatning hidlaridan ham mahrum qolishimizni xohlaysizlarmi? Sizlar bir lahzalik tavba bilan yillar davomida sarf etgan mehnatlarimiz zoyi bo'lishini istaysizlarmi? Axir men sizlarni ulardan biri qadr kechasining savobiga erishsa, o'tgan va kelgusi barcha gunohlari kechirilishidan ogohlantirmadimmi? Agar bunga yo'l qo'ysangiz, o'rningizga boshqalarni olib kelaman va sizlarning o'zingizgina zarar ko'rasiz va muvaffaqiyatdan uzoq bo'lasiz. Sizlar jahannam va jahannam tubida mangu qoladigan bandalarni, zaqqum daraxtini va saqar, do'zax maftunlarini xohlamaysizlarmi? Sizlarning shaytoniy aqllaringizga ont ichib so'raymanki, sizlarning o'lik qalblaringiz qayerga ketdi? Hoy go'zal qiz, sen erkaklarning xushini oladigan katta kuchsan. Sening islom ummati ichida katta vazifang bor. Senda barcha savollarning javobi mavjud. Men orzularimni senga bog'laganman. Biz sendan erkaklarning mayilliklarini, qo'zg'ash va shahvoniy ko'rinishlarini, xullas raqs, qahqaha va bedorlikni talab qilamiz. Azizam, axir sening ro'zadorliging yetmayaptimi? Sen tarovih va kechalari ibodat bilan bedor bo'lishni bir tarafga qo'y. Hoy odamlar, menga quloq soling. Mening so'zlarim nasihat xolos. Ramazonda barcha lazzatli va go'zal narsalarga e'tibor bering. Alloh uchun namoz o'qishni unuting, chunki jahannamga kiradiganlarning mantig'ida Alloh uchun namoz o'qish katta gunohdir. Qur'on oyatlarini o'qimanglarda G'afurur Rahim, ya'ni kechiruvchi va rahimli Alloh uchun tavba qilib qo'yaveringlar. Chunki Ramazon hali takror kelaveradi. Hozir esa vaqtingizni zoyi qilmay, dunyo hokimlariga sajda qilinglar. Ularga barcha iblislarning rahmati bo'lsin. Shu yerda iblis alayhilla'ning so'zlari tugaydi. Balki iblisning yuqoridagi so'zlaridan kimlardir miyig'ida kulgan, kimlardir yig'lagan va kimlardir hech narsa tushunmagandir.
Biroq shu narsa haqiqatki, ushbu vasiyatni tinglagan ba'zi odamlar ustidan shayton kuladi va yillar davomida bo'lganidek, bu yil ham ularning Ramazon oylarini zoyi qildiradi. Zotan quyidagi so'zlarni aytgan Alloh o'ta haqlidir. Odamlarga hisob beradigan vaqtlar yaqinlashdi, biroq ular hanuz g'aflatdadirlar. Robbilaridan bayon qiluvchi eslatma kelsa, unga e'tiborsiz, o'yinga berilib quloq soladilar.